Urganch Xiva o'rtasida 49 kilometrlik pullik yangi avtomobil trassasi qurilishi rejalashtirilmoqda. Xorazm viloyatida transport infratuzilmasini yangilashga qaratilgan navbatdagi yirik loyiha Urganch Xiva yo'nalishida umumiy uzunligi 49 kilometr bo'lgan pullik avtomobil yo'lini barpo etish rejasi jamoatchilikka taqdim etildi. Loyiha chizmalarida trassaning to'liq yo'nalishi, texnik ko'rsatkichlari va muhandislik yechimlari aks etgan. 49 kilometrlik pullik trassa vaqt tejaladi, xavfsizlik oshadi. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi trassa Urganch shahri hududida boshlanib, aylanma yo'nalish orqali Xiva shahriga tutashadi. Pullik asosida foydalaniladigan ushbu 49 kilometrlik yo'l mavjud avtomobil yo'llaridagi yuklamani kamaytirish, tirbandliklarni bartaraf etish va tranzit transport vositalarini aholi zich yashaydigan hududlarda chiqarishga xizmat qiladi. 2 va 4 qatorli harakat qismi, xavfsizlik himoya zonalari, yashil himoya polosalari va daraxtzorlar, zamonaviy yoritish tizimi, yo'l belgilari hamda muhandislik inshootlari. Sizningcha, mana shunday yo'l bizning Xorazm viloyatiga mos keladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.